Assalomu alaykum. Kabutar ishqibozlari. Andoylar sog'lommi? Bugun bozorga chiqmadim. Kecha juma kuni obzor qilmadim. Xonadonda bor edi. Anvarjon xonadonda bor ekan. Xohlaganlarga uchma, xohlaganlarga tozalari bor ekan. Hozir syomka qilaman, ko'rasizlar. Yo'qsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Oqlardan 5-6 dona bor ekan, toza oqlaridan, keyin uchmalaridan bor ekan. Hozir ko'rsataman, ko'rasizlar. Mana boshladik mana. Mana oqlari mana. Mana shaptallari, mana yerda turgan holatlari. Kabutarlar Asakan Niyozi Botirida. Anvar akam xonadonida. Uni modani qaranglar. Figuralari yomon ekan, kallasi uchun hamma yoq joyida ekan shu modani ham. Monosi serpar ekan, mana yomon turgan mana shu. Ana shu ana tepada qolib ketdi, serpar ekan. Mana bu ham chiroyli narsa ekan mana shu ham. Mana shu ham moda yo'qsha chiroyli narsa ekan, katta narsa ekan, kelishgan. Mana o jo'nasi ham champar ekan. Yonib turgan moda ham champar ekan. Mana bu ham modasi ham chiroyli moda ekan bu ham. Bu ham champar bu ham. Mana moda. Qani janob, shu. Mana. Oyoqlari baland, yonboshdan tushgan ekan. Ammo mana shu nari bo'lsa kerak. Mana shu ko'k ko'z, ko'ktim shu ekan nari. Mana qochib ketmasa ko'rasiz yaqinroqda mana. Mana. Prosta uydan qilganim nimasi obzorda naq kaptallarda bular. Ishonarli. Mana bundan ham bitta bor ekan. Anaqaga qiziqqanlarda. Yo moda yo'qsa, yo narmikin bilmadim. Bitta uchma qo'shtiq ham qo'shib qo'yibdi mana shu. Bu ham moda yo'qshadi bu ham. Yo'qda uchaman deyapman. Mana cho'g'ali chuplar. O'ta go'zal ekan mana. Uni boqaman degan. Bular pulni aytmadi. Chunki bular puli arzon bo'lmaydi bular puli. $100, $150 atrofida bo'ladi endi bular. Chupiga balkim $300dir. Bu serparlar ham yomon ekan, dahshat narsalar ekan. Serparlar mana. Akaga aloqaga chiqib, telefon nomerini qo'yaman. Telefon qilib kelishib ketaverasizlar. Mana bu moda o'tadek moda ham, champarga qiziqqan ham. Go'zal ekan mana shu moda ham. Champarga qiziqadigan. Bu jo'na nar chiqsa kerak bu. Bu ham oyoqli ekan. Suvoy buzuq ekan bu ham. Ammo ham bu serpa bilan champarga chiqqan bo'lsa kerak bu. Bu chiroyli chiqibdi mana shu ham. Bularni aytganimdek akalar, yo'qsa aloqaga chiqib, xudo xolasa Anvar aka bilan gaplashib, kelishib olib ketaveradi. Turishlarini qaranglar, mana qushlar, jonivorlarni. Chiroyli narsalar ekan mana. Bir jup mana serpar bilan narigi serpar jup bo'lsa, ikki jup, mana bo'lsa 3 jup ekan. Uni bitta qo'shdim moda, buni nima ekan bilmayman. Nariga o'xshayapti u. Akaga aloqaga chiqaverasiz. Endi tashqariga chiqib, tashqaridan syomka qilaman. Agar taptalari tushgan bo'lsa, 3 ishqibozlariga tushunaman deganlarga hozirda 20-30 ta bor maqda. Uchmalaridan. Buni pulini aytib o'yinsam yo'q dedi. Buni olib qo'yaver syomka qilib dedi, telefon qilishsa dedi, kelishamiz dedi. Endi men hozir kaptar boqayotgan odam o'zi eski. Kaptarga tushgan odamlar o'zlari bilan narxlari qanaqaligini, uni ko'zi, mo'lam ko'zi o'ta zo'r ekan mana shu. Iloji boricha men anchalik kegizyapti, endi ko'ryapsizlar, qochib ketyapti. Yaqinroq, yana ham yaqinroq boraman desam, mana bu serpar endi haqiqiy. Serpar. Shu yonida narda ham ko'zi chiroyli ekan shuni ham. Yoniga borgizmayapti-da, cho'g'rishyapti-da, mana shu ham chiroyli narsa ekan mana. Ko'zi ham joyida ekan. Mo'lam uni o'pishim, ko'ktim shu, ko'kchiya ko'k ko'z ekan bunlar. Mana modasi ham yo'q, joy oyoqlar yonboshdan tushgan ekan. Xudo xolasa
Qo'ldan kecha xizmatdamiz, podpiska bo'lmaganlar, podpiska bo'laveringlar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar endi. Qo'ldan kecha video qo'yib turaman. O'zim safarga chiqib ketyapman. Qo'ldan kecha baribir kanalni zeriktirmayman. Qo'yib turaveramiz. Asfaltga chiqamiz, tushgan bo'lsa kaptanlari. Tushgan bo'lsa syomka qilamiz. Tushdimikin kaptanlari? Bitta ikkitasi tushibdi. Ko'pi tomda ekanda ko'pi. Ko'pi tomda ekan tepadan. Chiqib videoni tortib yaqinroqqa kelgizaman endi rangini ko'rib. Anaqa chiqarasizlar-da baribir. Qiziqadiganlarga. Mana. Mana tomda kaptanlar. Pastga chaqirsam tushmadi baribir. Kataylar nechta bor? Ular syomka qilib qo'yaman ularga. Mana shu kaptanlar chinnilar bor ekan, bu yerda oqlar, oq qo'shtiq. Ko'p oq qo'shtiq. Hakka bor ekan bir jup, qora hakka. Juda ham qimillab ketyapti. Dumqoralar bor ekan, Pokiston. Juvonlar bor ekan. Xonaga tushganlarni olamiz hozir. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlari 30 ming so'mdan 200 ming so'mgacha kaplar bor ekan. Uchumalar eshityapsizlar, jalasi bo'lib chiqadi o'zim hozir. Ko'pa uchuma deyapti, o'pitlasi ham. Bu ham bor ekan. Chatayda borini olib qo'yaman hozir. Chatayda borini olamiz mana. Video qimillab ketdi-da. Mana shu ko'zim bilan ko'rdim, mana shu qarg'ani bittasi. Tepadan tusha olmayapti, o'yini tepaga tortib ketyapti o'yini. Mana bir jup qarg'a, monosi bor ekan, qo'shdiq mana. Monosi bor ekan, 5 jupi. Qiziqadi g'onlarga. Maytda mana bor ekan, bu ham modaga o'xshadi. O'g'losi ham oldi, bo'ngasi bor ham. Qo'shdiq ekan. Chit qolyapti. Eshik yo'q mana shekilli. Mana mana ikki ham qo'shdiq ekan bo'lardi. Uchi o'ynaydi deyapti. Yosh katta onam aldamaydi, xudo xolasa. Mana hakka nasachib ekan, nar ekan. Mana juvon ham qo'shtirib berdi. Qo'shtirib beribdi juvonani ham. Kelishib telefon qilib olaverasizlar. Mana bunaqasi ham bor mana. Pokiston deydimi nima bularda? Pokistonlar. Qiziqqanlarga. Aytganimdek narxlari hozir o'zidan so'rab oldim boshida 30 ming so'mdan uchumalar 200 ming so'mgacha deyapti. O'ziga qarab kelishaveramiz deyapti. Endi o'zingizlar tushundinglar mana 30 ming so'mdan bo'lgandan keyin 200 ming so'mgacha deyapti. Telefon qilib kelishib olaverasizlar. Mana kaptarlar chiroyli ekan ko'pi. Endi 30 ming deyotgan bo'lsa mana Pokiston aytayotganda qo'yganlarni mana 30 ming so'mdan 200 ming so'mgacha deyapti. Endi o'rtasida ichida 50 minglik ham bo'ladi. 60 ming, 70 minglik ham bo'ladi. 100 ming, 150 ming, 200 minggacha deyapti. Qo'yasizlar mana bitta bunaqasi ham bor ekan. Bo'ladi ekan bu ham. Mana. Davosi yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bolasi bolalarni berib yuboradi. Bolasi bonus qilib ketaverasizlar. Uni kim opet qaraydi uni. Ota-onasi qaramasa boqayotgan. Bolaligi ko'p ekan. Mana ham bor ekan mana. Mana shu oqam chiroyli yo'q ekan mana shu. Bolasi bo'lar ekan bu ham. Maytda bor ekan, bu qorasi bor ekan mana bu. Bu ham bolasi. Mana bular bonusga ketaveradi bolasi. Bu katta bo'lib qolibdi bolalari. Olib ketsanglar bo'lar, genizlarda qolmadimikin bo'lsa. Boshqa yo'q ekan. Video o'rtada chinday qimillab ketdi, tepada bo'ldi, ko'rdinglar, tomda endi yaqinlashtirdim, bu video. Juda silkinib ketdi, ammo uzr. Kommentda yozinglar. Xudo hozir bugun uydalarda. Syomka qilib qo'yaman, ikkita akamiz yoz qora suvchilar haqida. Endi obzor qiling debdi, qanaqa juplash kerak. Xudo xolasa qora suvchilarni hali uyda obzor qilib qo'yaman. Bundan keyin qo'yaman, bu videodan keyin qo'yaman ularni ham.
Mana. Kaptarlar, 3 oylik kaptarlar. Xudo xohlasa sharmanda qilmaydi. Kaptarlar 3 oylik. Mana petlasi ham mana 30 metr. O petlari ham 1, 2, 3, 7 ta bor ekan. Havo yaxshi bo'lsa 3 dan beraveradi kelsanglar. Ammo o'zi jinday operatsiya bo'lib, sovuqda kamroq eshikka chiqyapti. Yana aytganimdek, eshik asaga Niyoz Botirda. Telefon nomeri 90lik. Hozir so'rayman yana bir qator. Hozir. Telefon nomeri 90likda. Telefon nomeri 90lik. 258 04 04 64. Yana qaytaraman. 90lik 258 04 64. İsmi Anvar aka. Aloqaga chiqib olaverasizlar. Mana shu kaptarlar mana. Bu tomdelar tushmadi. Tomdelar tushmadi mana. Teparoqqa chiqaman yana ham yaqinlashtiraman. Videoni yaqinlashtirib ko'raverasiz. Mana shu kaptarlar tomde. Hammasi mana. Tomde kaptarlar. Ya uzun pastga tushganda chiroyli chiqardi katallarni ko'rdingiz. Juda ko'rasizlar katallarni hammasini. Ro'sa aloqaga chiqaverasizlar. Tan joylar sog' bo'lsin, ishingizga omad, charchamanglar. Mana qo'polni yaqinlashtirgan joyimdagi. Uzoqlashtirsa mana 30 metr qo'pol. Ishingizga omad hammanglar, tan joylar sog' bo'lsin. Sog'likda qiynalmanglar, musofirga topganlar Alloh baraka bersin, Alloh panohida bo'linglar. Siyozdan Xudo xolasa hamisha qo'ldan kelsa avzorlar chiqaraveramiz. Chaptaringlarni keyin sovuq kunda sovuq suv bermay ehtiyot qilinglar. Ko'pchilik yozyapti, xirillab qoldi. Shunchalik qoldi deyapti. Sovuq suv ichsa ketdi, cho'milib qo'ysa ketdi, shu bilan pishaveradi sovuqda. Shunda ehtiyot qilasizlar sovuqda. Ilimliq suv berib turinglar. Erinmasdan. Ishingizga omad, charchamanglar.